Bolam, Ha ona ha. Ertalabda videoingizni boshladingizmi? To'yib ketdim. Shu yashashga qo'yasizmi? Oshna bugun dam olish kuni ekan. Bu bolalar yig'aymi choyxonaga o'tadi. Haqiqatdan oshna. Bir osh yerdiga maza qilib a. Saydullo, oshga qayerga borar ekanmiz? Qayerga gaplashding o'zi? Ketdingmi? To'xtab tur. Ismoil oshnamiz kelsa, ishtachicha kech qolar ekan. Ismoil oshna keldingmi? Endi qoldi davramiz Saydullo. Ketdik do'stlar. Iye? Ona? Bo'sh beshikni nimaga tervatyapsiz? bolam, bir paytlar shu kichkina beshikka sig'arding. Hozir katta bo'lib, bo'yimdan baland bo'ldi. Go'dakligingda seni ingrashingdan, yig'lashingdan seni hech kim tushunmasdi. Lekin o'shanda ham men seni tushunardim. Imkonim boricha seni istagan narsangni muhayyo qilardim. Kechalari yig'lab, injiqlik qilib uxlamasding. Seni uxlashing uchun men o'z oromimdan kechib beshigingni tebratib chiqardim. Bugun men hamma tushunadigan tilda gapirsam ham sen meni farzandim bo'lib turib tushunmayapsan. Men seni o'sib ulg'ayishing uchun butun umrimni bag'ishladim. Bugun kuchdan qolib senga muhtoj bo'lganimda sen menga bir daqiqangni ham ajratmayapsan.